Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun Qurbon hayit kunida bir farzandlar nomidan bir otasini shunchaki bir hayit bilan tabriklaymiz qo'ldan kelgancha ketdik. Darvoqe Asakada To'rtoshdamiz. Hey! Otamni soyasida men badavlat boraman. Dadamni soyasida dushmanga har bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashnadim hech so'nmadim. Dadamni soyasida dushmanga har bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashnadim hech so'nmadim. Dadamni soyasida tirikligi davlatim qalbimiz nuriga to'ldi. Dadamni soyasida men badavlat bo'laman. Onamni soyasida. Qancha o'ralib qo'yasiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum onajonlarim. To'g'jon yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Qurbon hayit muborak bo'lsin. Voy qizaloqlar, qalaysizlar? Bayramlar bilan sizlarga zo'r narsalar olib keldim-da, hozir mana to'rt olib keldim sizlarga. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi hammanglar? Yana bir farzandlar nomidan bir siz tabriklab ketaylik deb kelyapmiz. Umringiz bo'lsin. Nechta farzandlardan? Farzandlardan 7 ta. 7 ta. Gap yo'q, iloyim sizga o'xshab yuraylik biz ham. Sizga o'xshab yuraylik. Umringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Necha yilgingiz tog'a endi siz endi? O'z umuman tug'ilgan kuningiz bilan bugun bayram sifatida tabriklayapmiz. Yoshingiz bilib qo'ying keldi-da. 83 keldi? Yo'q, aldayapsiz. Kamida 60. Ya, hali dadasiz-ku, hali dedisiz-ku. Ha, siri nimada endi buni? Yosh yurishdi siri. Siri. Alloh biladi. Ha. Alloh. Yoshlarga tavsiyangiz bormi? Bir uzoq yashash uchun nimadir bilib qo'yaylik. Yana bu sir aytishni hozir berib qo'ygan. Bari pulga qadarar ekanda. Uningiz bo'lmasa hozir sizga bir qancha sovg'alar olib kelganmiz. Qur'onni yozib bo'lib yuring deb Qur'on kitoblari olib keldik to'g'jon. Mana shu yer orasida to'rt sizga mana. Holat mana bu xolajoning gulni berib orasizlar. Mana xolajoning, mana guli sizga mana, guli. Sizlarga mana. Umringiz uzoq bo'lsin. Tog'a. Endi bu sovg'alar kim nomidan deb o'ylaysiz? Hey! Hey! Doktor kelyapti, hozir chaqirib qo'y. Ko'ribdi. Doktor bilan kelganmiz ana hozir. Tog'a, 7 ta farzandim bor deyapsiz. Endi shu sovg'alar kimdan deb o'ylaysiz? Agar tog'a qarang, kimdanligini to'g'ri topsangiz, sovg'alar qoladi. Toparlarsiz, xafa bo'lmaysiz, qaytarib ketaverasiz. Ayting. Boshqa tug'ilgan kunam bor. Ayting. Yordam berishlar bo'lmasin. Sovg'alardimi? Ha. Azon bilan olsa kerak. Ha, yo'q. To'g'rimi o'zi shunda? Asha uzatib o'tirishda ishlaydigan, ha? GMda ishlaydimi? Ha, mana GMdan ham xodim kelgan o'zi mana. Mana o'sha mana o'zi asosiy katta ofisda ishlaydigan xodim akamiz ham o'zi birga kelib, mana birga tabriklashib boryapti o'zi ham. O'sha opamiz qolganlari bilan biriktirib o'zaro sizni shunaqa bayramda bir tabriklab qo'yay deb niyat qilishgan ekan. Umringiz uzoq bo'lsin. Salomat bo'ling. Bitta duo qilinglar-da. Yuzlarga kiring. Ya Robbi, bizni hurmat qilib mana bu mehmonlar debdi. Alloh o'zi hurmat qilgan bo'lardi. Bizni hurmat qilgan bo'lsa Alloh hurmat qilsin. Ularga kam ko'mak ziyodga tanjon salomat bo'lsin. Bizlarga o'xshab bolalardan ko'p bo'lsin. Umrini uzoq qilgin. Ular yuzlarga kirsin. Mana biz 83 ga kelgan bo'lsak, bular yuzlarga kirsin. İnşallah kam ko'mak. Salomat bo'linglar. Senlar Allohga xudosin sizlar. So'ramayotgan narsani. Buni yo'l bastarab kelganmiz siz uchun. Bu siz nima so'rashingizni oldindan men bilib bo'lganman men, to'g'ri men. Biz birinchi qadam oldida yuramiz. Birinchi kun ham oldida yuramiz. Mana bitta chiroyli, zo'r qo'shiqni aytaylik. Onalarni madh qiladiganini aytib bering. Aradek Mahmud she'ri bilan. Ha, Boburjon Ahmad Aliyevdan. Keslarimni izlab yurgan qadam bor. Ey baxtimni ko'ra olmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki
otam bor. Yo'ladi yurakdagi armonlari, nafasidan uf uradi rayhonlar. G'iybat qilsa qilaversin odamlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Yetib borar ay cho'qqini ko'zlasam, hikmat yog'ar yuzlaridan so'zlasam. Dushmanlarim tirnoqdan kerizlasa, men otamdan boyman chunki otam bor. O'g'lim bor deb ko'ksim kirib yursin-da, mehnatlarim rohatini ko'rsin-da. Onam bilan birga davron sursin-da. Men otamdan boyman chunki otam bor. Birodarim davring keldi so'rab qo'y. G'ururlanib ko'ksingga bir urib qo'y. Qara davlat uda emas ko'rib qo'y. Men otamdan boyman chunki otam bor. Men otamdan boyman chunki otam bor. Tog'a, sizlar necha yil bo'ldi turmush qurganinglarga? 64-yil 29-avgustda kelgan. Yil 61 yil bo'ladi. 61 yil bo'layapti-ku, turmush qurganinglarga. Qarang, odam uzoq yashasa bir-biriga o'xshab ketarkan. Men sizlarni aka-singil debman boshda. O'xshashda ham gap bor-da. Nimaga o'xshaysizlar deb so'ramadingiz. Nimaga o'xshaysizlar? Ana bu qarindoshimiz yaqinda. Shunchalik o'xshaymiz. Ashuncha yaqin qarindosh. Ha, gapi umringiz uzoq bo'lsin. Endi xonaga ham bitta qo'shiq aytamiz siz uchun. Onalarni madh etadigandan siz uchun aytamiz. Onalarga zo'ridan. Yangisini. Sinovga xasta qilma onam, onajonim onam mana, mehribonim borim mana. Onajonim onam mana, mehribonim borim mana. Otamning ko'ngil arzog'i, jannat go'sham onam mana. Otamning suyukli yori, jannat go'sham onam mana. Xona xursand bo'ldinglarmi? Yo'q, rahmat. Ha, yo'q deyapsiz. Gap yo'q deyapti. Ha, rahmat. Sog' bo'linglar. Endi men ham yana yosh turib qulab ketganda tog'a. To'g'ri tushunasiz meni ham. Bitta sizdan boshqa holat bo'lyapti o'zi. Ha, sizlar umringlar uzoq bo'lsin, salomat bo'linglar. Xudo xolasa yuzlarga kiringlar. O'shunda ham kelaylik. Xudo xolasa, Umringlar uzoq bo'lsin. Salomat bo'linglar. Birinchi kelishingizmi? Hozir birinchi kelishim. Ayni ko'p kelasiz, xudo bilmaydi. Iloyim. Yana shu 17 marta kelsam 100 ga kelar ekansiz, xudo Xudo xolasa. xolasa. Ha, keling. 25 marta, 30 marta kelishi nasib qilsin. Umringlar uzoq bo'lsin. Charchamanglar. Siz bilan telefonda gaplashgan men edim. Dadamga hali maqtab turdim. Mana shunaqa she'rlari bor deb, qarang, ancha she'r degan she'r sizga aytib endi bular. Telefonda she'rlaringizni eshituvdik-a. Umringlar uzoq bo'lsin. Salomat bo'linglar. Endi ancha she'r bu auditoriyaga to'g'ri kelmaydi-da hozir, opa. Tog'alarimizga Futbolistlarga, futbolga qiziqadi. Mana ashirga ham she'rdan ham yaxshi bo'ldi hozir. Ha, gap yo'q. Umringiz uzoq bo'lsin. Salomat bo'ling tog'a. Siz yoshga kirib yuraylik tog'a, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xursand bo'ldingizmi? Bitta chiroyli duo qiling, xursand bo'lgan bo'lsangiz. Amin. Doim Xudoyim mana shunaqa xursandchilikda yurishga Alloh nasib qilsin. Alloh akbar. Sog' bo'linglar. Katta rahmat. Salomat bo'ling tog'a. Charchamang. Choy Bo'ldi, xudo xolasa. Rahmat katta. Charchamanglar. Rahmat. Hop. Oybek